Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rinish bo'yicha WhatsAppdan yozsangiz bo'ladi. Energiya bermir uchun bitta like, podpiska sizlardan. Tak. Ekanlarim qiyshayib ketdi. Energiya qilmaganlar o'tib ketaveringlar o'rtoqlar. Bu sizlarga tegishli emas. Bugun kartamga savolim, hayotingizda nima yangilik bo'ladi? Bu videoni qachondan ko'ryapsiz? Shundan hisoblaysiz. Farqi yo'q. Men hozir sizga data aytmayman. 1 oy ichida yo 10 kun yo 5 kunlik. Shunchaki karta tushadi. O'zingizga kerakli ma'lumotlarni olasiz. Kerak emaslarni olmaysiz. Shunaqa ko'ramiz. Nima yangiliklar bo'ladi? Tak, o'rtoqlar, avvalambor bitta narsa tushdi. Bu videoyimni yangi tanishgan parachkalar ko'rmasin. Bir necha yillik, ya'ni 1 yildan oshgan parachkalarim ko'rsin, chunki ularga ko'proq mos kelyapti. Tak, endi nima yangiliklar? Bu safar aqlingizdagi insoningiz ko'zingizni juda ham yaxshi ochibdi. Ya'ni rozvoy ochkini yechibsiz. Уже aqlingizdagi insoningizni yaxshi tarafini farqiga bora olyapsiz, yomon tarafini farqiga bora olyapsiz. Oldin telbalarcha yaxshi ko'rganingiz, telbalarcha nima desam ekan, uni misolcha xiyonatlarini va hokazo ishlarini kechirib kelgansiz. Mayli hop o'zgarar, mayli hop hammasi yaxshi bo'lar deb ichingizga yutgansiz. Yo'q, lekin bu safar meni qarshimda juda ham mard ayol, farzandlarini orqasida turadigan sher ayol deymiz-ku. Shunaqa ayol pozitsiyasida ko'proq chiqyapsiz. Shunaqa bo'lyaptiki, bu safar endi misol uchun o'sha aqlingizdagi insoningiz 1000 kelsa ham, 1000 kelmasa ham men o'zgaraman degansiz. O'zingizga qandaydir tashqi ko'rinishni o'zgartirmoqchi bo'lyapsiz. Yokidir sochingizni rangini yo yuzingizni qattiqdir nimadir qildirmoqchimisizda, yokida ozishga bir sport bilan shug'ullanmoqchimiz, lekin tashqi ko'rinishingizni o'zgartirish juda ham kuchli ayol pozitsiyasi chiqdingiz. Bu safar aqlingizdagi insoningiz bilasizmi, ko'p xatolar qilgani, ko'p undan zarba yeganingizdan уже bo'ldi. Hayotimdan u chiqib ketsa, chiqib ketmasa, men уже boshqa inson bilan tanishaman. Shunaqa narsa yo ichingizdan o'tqizdingizmi, yo shunaqa bir so'z aytdingizmi, sizni hayotingizga bir insondan taklif kelyapti. Kutilmagan holatda bir erkak tomonidan. Men bilmayman, ajrashgan ayollar, qizlar ko'ryaptimi yokida oilaviy, ya'ni ajrashmagan ayol qizlar ko'ryaptimi bilmayman, lekin sizda bir erkak tomonidan bir tanishuv bo'lishni chiqyapti. Tak, agar biror bir joyda ishlasangiz, ish joyingizdan yoki ishlamasangiz, bu kunlar ichida sizga ish taklifi keladi.